Assalomu alaykum barchaga. O'g'lim bu ko'rib turgandan boyda xursandman. Mana bugungi navbatdagi reportajda boramiz baxtli oila to'yxonasidan. Bugun nasib bo'lsa Xudo xolasa 4 qozon osh. Assalomu alaykum Aka Power. Qanday yaxshimi? Sonlaringiz yaxshimi? Hormang ishlar bilan. Qancha kilogramm osh bo'libdi Aka Power bugun nasib bo'lsa? Aka 160 kilo osh. 4 qozonga 4 qozon 40 kilogrammdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, ishlaringizga omad. Sog'lik, omonlik tilaymiz. Значит, Ukron Power bilan Aka Power bugun nasib bo'lsa xizmatdalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Ishlaringizga omad, sog' bo'lisizlar ulohim. Marhamat, hammani nahorga oshga lutfan taklif qilamiz. 2 yoshga baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz. Utam Hoji aka esa uzoq umr tilab qolamiz. Hammaga omad do'stlar. Alhamdulillah robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala Muhammad. Bizga shukr Allohga hamd bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hozirgi qilayotgan ihsonlarni Alloh qabul qilsin. Umri uzoq, rizqi bol bo'lsin. Yoshlarimiz qo'shaqamiz, baxtli, sog'lik. Allohu akbar. Gap yo'q. Rahmat Hoji aka, sog' bo'ling ilohim. Mana Ukron Power'dan bugun nasib bo'lsa Xudo xolasa 160 kilogramm osh. Hammani lutfan taklif qilamiz baxtli oila to'yxonasida. Mana xizmatda Lutfulla aka she'rda, Bakir Power she'rda, Yusufjon she'rda. Mana ukalarimiz hammasi xizmatda. Aka Power she'rda.